Mehribonlik yaratgan mo'jiza. Qalb muakkili o'zgarish oldida turganda, qo'shnisi Shavding o'zining kuchigini xo'rlaydi. Kuchikning echinishlik nolisi qalb muakkilini to'liq bearam qiladi. Jangdar qush qalb muakkilining g'azablanib o'lib ketishidan ansiraydi. Qalb muakkili sehr ishlatib, Shavdingning kuchigi bilan ilgari xo'rlagan kichik hayvonlarni cho'ngaytib yetadi. Ular Shavdingni oraga ilib oladi. Shavtavzi bilan rangdar qush Shavdingni qutqizish kerakligini his qiladi. O'ylamagan yerdan Shavding bir kuchukka aylanib qoladi. Endi nima ishlar yuz beradi? Bunga bir nim demakda. Lekin bundoq ketaversa qalb muakkili o'zini normal o'tkiramaydi. U o'zakdan tunji qilishi mumkin. U kechib ketdi, tez qo'g'layli. Tanrım, canım balam, Shavding yo'qolib ketdi. O odatda mahjong o'ynab, bolasi bilan mi kar yo'qdi. Mana endi bolasi yutib ketib edi. Ansirab o'ltirolmayotdi. Yo'q, o'tirish. Meni yetishmasa. Appa, men Shavding. Appa, men Shavding. Appa. Yo'q. Anca bu Shavding. Yo'qlar. Adam kerikib turganda sizlar bilan chaqchaqlashishga vaqtim yo'q. Lekin yo'qlar. Bo'lmasa bu qotirishni dastlab o'ltirib o'taman, ha? Appa, men Shavding. Appa meni tashladi. Mening uyim yo'q. Men sergardan bola. Yo'q, lolmish bo'lib qoldim. Derhal Shavdingni topaylik. Nima degan so'qoq? Qo'zg'im ajab ochdi. Yo'q, bu mening yerim. Ajab og'ridi. Egang tashlab etdi-da. Sargardonlikda do'st qilganlar ash qoladi. Shavding sen nerede? Ajab og'ridi. Men hayvonlarni urgandimi, mushundoq og'rigan bo'g'iydi. Nima degan bechora? Qo'zg'ong ochqandi. Bechora, seni mas'uliyatsiz birasi tashlab etibdi-da. Tasalliga erishdi, ko'ngli ko'tarilib qoladi ekan. Yaxshi odamlar yanada ko'pkan. Kechirgin, men seni boqolmayman. Seni yana yo'qlab kelaman. Shavding! Shavtozi! Lama ishlarni qamab qo'yish kerak. Shavtozi, meni qutqizib ol! To'xtanglar, o lolmishda emas, u mening armak ayvim. Sizda ish beqishkin ishkisi bormi? Ish beqishkin ishkisi? O kesalkan, ko'chalarda lag'aylab yursa, kichik bolalarga kesilini yuqtirib qo'yishi mumkin. Shavtozi, bular Shavdingning armak hayvonlarida qiladi. Bo'lmaydi, Shavdingni cho'qib qutqizib olaylik. Xotira, teyilish taqdisini berib turinglar. Tashlı ötülgen ermek hayvanlarını beqib oladiganlar chiqmasa o'ltirib yetimiz.
Шаудың, küçük hayvanlarni qo'rlisi qandoq bo'ladiganligini senmi bilib qol. Men xato qilibman. Xatoligimni tunidim. Buningdan keyin kichik hayvonlarni xo'rlamayman. Xohlagancha tashlab etmayman. Endi kechikding. Qo'lingni tat. Bizga daxli qilma. Şahtaza, sen bizga yordam qilgin. Sana ziyonkashlik qilmaymiz, ammo bizga daxli qilma. Şavdingning sizlarga askilik qilganini bilaman, ammo uningga bir qitim tovuq qilish fursati bergan bo'lsanglar. Nimishqa? U tek kichik, o'zgarib yaxshi odam bo'lishi mumkin. Şavdingning dadisi yillab uyga kelmaydi ekan, kasl Şavdingni urdi ekan. Opasining har kuni majang o'ynab, uning bilan kori yo'q ekan. O boshqa bolalar bilan qanday o'ynashni, kichik hayvonlarga qanday kuyinishni bilmagachga, ish kuchsini uradigan, boshqalarni bo'zaq qiladigan bo'lib olgan. Şavdingda xatolik bor, ammo eng chong xatolik ota-onasida. Meningcha u bu ishdan keyin hayvonlarni qanday asrashni, boshqalarga qanday kuyinishni o'rganib oldi. Uningga bir qitim fursat beringlar, sizlardan o'tinib qolay. Meni kechirganinglarga rahmat. Senin yüzünü qilib uni vaqtincha qo'yib atdik. Şauding esingda bo'lsin, kichik hayvonlarga ko'yinishni o'rganib olgin. Bulamdi. Egirga o'g'lim qishib ketdi. Meni kechirganinglarga rahmat. Vah, ajab yaxshi. Asli oldimga qaytdim. Şauding oldimga qaytdim. Tez qaytayli, shu topda opang elishib qolayli dedi. Opa! Qizlar, endi men majang o'ynamayman. Sana opdan hamroh bo'laman. Teplig'ini yaxshi bo'ldi. Uyinglarga qaytinglar. Buningdan keyin bolaga ko'proq ko'ngil bo'ling. Endi hargiz beparvolik qilmang. Ma'qul. Şavding ana bola ikkisi rostla o'zgarami? Tangcımı. Balalarning masalasi amaliyotda cho'nglarning masalasi. Biz layoqatli ota-ona bo'lganda, ondan layoqatli farzand tarbiyalab chiqa olamiz. O'zgardi. Tugashdi. Biz taltuks mag'lub bo'ldik. Endi uning o'zgarishini to'sib qololmaydigan bo'ldik. Daraxtning rangi o'zgargani qalb muagilining xatardan qutulganini bildiradi. Shavtal, seni mehribonliging qalb muagilining kayfiyatini turaqlashtirdi. U Shavdingni kechirib etdi. Endi normal o'zgara oladigan bo'ldi.